Bugungi kun bilan gaplashamiz. Ikki xil vending apparatimiz arzonroq bo'lsin, lekin chiroyli bo'lsin degan akalarimiz uchun. Ana bu yoqda 3 tomonlama LED. Ichki dizaynga o'tamiz. O'sha tanga pul qabul qiladi. Buni ko'pchilik biladi. O'zgarish nержавейка bachok 200 litrgacha oladi. Kartrijlarimiz qalin kartrij turibdi. Bu yoqda membrana 1000 gallondan 3 ta turibdi. 450 litrgacha suv chiqarib beradi. O'zida 3 ta nasoschilari ham bor. Uteplenlari bor. Bu apparatimiz narxi 2800 dollarga chiqadi. Endi kattaroq hajmda bo'lsin, ham chiroyli bo'lsin, zo'r premium klassdagi bo'lsin deganlar uchun bunimiz narxi boshida aytaman 3300 dollarga chiqadi. Tanga pul qabul qiladi. Ichki dizaynga qaraymiz. Ichida 300 litrgacha oladigan nержавейка bachogimiz, qishda uteplenisi bor, hamda pechkalari ham bor, mayda nasos, katta nasosi ham bor. Eng asosiysi 40-40 vantron membrana bilan turibdi. Kartrijlari qalin. Juda idealniy, ixcham ishlagan. Kimga shunaqa vendinglar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga.